Rossiyada Labubu o'yinchoqlaridan zaharli modda topildi. Roskachество 2025-yilda o'smirlar va bolalar orasida mashhur bo'lgan Labubu o'yinchoqlarining 13 ta namunasini o'rganib chiqdi. Namunalardan birida ruxsat etilgan me'yordan ortiq zaharli modda borligi aniqlandi. Mahsulot 53 ta sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha tekshirildi. Zaharlilik indeksi o'lchandi, yorliq, mato va tikuv sifati tekshirildi hamda toksikologik ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan gigiyenik xavfsizlik bo'yicha 3 ta guruh sinovlari o'tkazildi. Tekshiruv davomida mutaxassislar sog'lik uchun xavfli bo'lgan zaharli modda diaktil ftalatni ruxsat etilgan me'yordan oshib ketganini aniqladilar. Diaktil ftalat moddasining asosiy xavfi uning reproduktiv tizim va rivojlanishga toksik ta'siridir. Mutaxassisga ko'ra, bu gormonal tizimni buzadi. Ayollar gormonlariga salbiy ta'sir qiladi. Bu ayniqsa bolalar va homilador ayollar uchun xavflidir. O'g'il bolalar uchun reproduktiv organlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, diaktil ftalat xulq-atvor hamda nevrologik muammolarga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar ota-onalarga bolalar uchun bunday mahsulotlarni sotib olayotganda yorliqlarga e'tibor berish hamda sertifikatlarni tekshirish kerakligini eslatmoqda.